Ketdik, olib olamiz narsalarni. Qishloqning oldiga borishimiz kerak. Ketdik. Eshikni yopamiz. Qishloqiga buyurtma berib qo'yganman va o'zida ham restoran bor. Bizga kerak narsalar o'shanda bor. Bu yerda bu qishloq emas. Qishloqining ukasi-ku. Bu qayerda qishloqi? Hozir chiqib bo'lay. U qayerda bilasanmi? Joyingda turibdir, seni teleport qilaman, xo'pmi? Salom qishloqi. Salom, Ziyod, mana sening so'ragan narsalaring. Pulni ber. Men so'ragan narsa keldimi? Ichkarida pulini beraman. Judayam pulga o'tsanda qishloqi. Eshiging ochildi, endi ochildi. Mana shu 3tasi menga kerak. Undan Xitoydan zakaz berganman. Hozirda Minecraftda oltin topish qiyin bo'lib qoldi, chunki davlat hamma oltinni o'zi olib qo'yyapti. Qum kerak, 3 ta don yetarmikan? Kerak bo'lsa yana qazib olamiz. Endi bizga kerak qayiq yasashimiz kerak. Qayiq bo'larmikan? Balki bo'lar. O'shanda ko'rib olaman. Demak, bizga yana 3tasi kerak bo'lar ekan. Bu yerni qazib olmaydi. Mana shu yerdan qazib olamiz. Mana yetadi shu. Uyga. Tezroq zombi. Demak, yaxshi. Uxlab qo'ydim. Endi uxlab bo'lmayapti. Monster deyapti. Men uxlashim kerak axir. Uyqum kelmayapti, lekin shunday yotib tursak, uxlab ham turdik. Olamiz yana bir dona. Tezroq. Oldik. Demak, bizda hamma narsa tayyor demayman. Bizga temir golem kerak tezroq. 3 dona temir kerak bo'ladi. Uni qidirishimiz zarur. Tezroq. Temir golem. Golem qayerga ketgan? Ancha qidirsam kerak. Men uni chaqirish yo'lini bilaman. Shitelni ham o'ldirdim-ku. Nimaga u kelmayapti? Endi kelsa kerak, u juda sekin-ku. Mayli, uni topgandan keyin bog'lanaman. Mana u keldi. Mana nega u bizga tegmayapti? Mana temir oldik. Tezroq uyga kiramiz. Kirib bo'lmayapti. Kirdik. Hamma narsa tayyor. Hamma narsamizni qo'yib qo'yamiz. Mana shular olib olamiz. Endi buni yasaymiz. Mana shu to'xtaydi. Aytdim-ku, biz oynani yasab olamiz. Oldi. Bitta qo'yib. Bizga oq qayiq kerak bo'lar ekan, demak, uni olish uchun daraxt kerak. Mana shu daraxtni topamiz. Tezroq yetib qolsa kerak. Kirib olamiz. Tezroq. Mana shu kerak, ozgina. Yasaymiz, belkurak va qayiq tayyor. Tezroq yasadik. Endi biz daryo yoki okean qidirishimiz kerak. Sahro tomonda okean nima qiladi desalaring, men oldin ham shu yerlarda o'ynaganman. Mana shu tomonlarda daryo bo'lishi kerak. Lekin bu daryo xavfli. Chunki juda ham tor mana shu daryo. Ko'ryapsizlar, juda ham tor. Mana juda tez. Juda ham. Mana tepaliklarga chiqib ketib qolyapti. Juda ham tez. Mana suv ostida bemalol yura oladi. Buning uchun sizlar pastga qarashingiz kerak. Hammaga rahmat. Kanalimga obuna bo'ling va like bosishni qolamiz. Sizlarga kattakon rahmat.